So'nggi yillarda mamlakatimiz tibbiyot tizimida aholi uchun keng sharoitlar yaratilmoqda. Murakkab operatsiyalar uchun poytaxtga yoki xorijga borish shart emas, aksincha, endilikda xorijlik malakali mutaxassislar viloyatlarga ham taklif etilmoqda. Namangan viloyati Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Namangan filialida navbatdagi jarrohlik operatsiyasi o'tkazildi. Muxbirimiz Husniddin Hamidov mavzuni davom ettiradi. 18 yildan beri suyak yemirilishi kasalligidan aziyat chekib kelayotgan Sojida Nasriddinova uchun bu kun unutilmas on bo'ldi. Ilgarilari mablag' yetishmasligi sababli davo izlab yurgan fuqaro endilikda xorijlik va mahalliy shifokorlar hamkorligida murakkab jarrohlik amaliyoti orqali sog'ligiga qayta erishmoqda. Hozir endi davlat tomonidan, shu prezidentimiz tomonidan nogironlik ajratilgan sug'urta asosida hozir qildirdim. Menda mablag' bo'lmagan. Endi hozir harakatingiz qanaqa endi? Harakatim juda ham yaxshi. Operatsiyadan necha kundan keyin yurdingiz? Operatsiyadan keyin 4 kundan keyin yurish boshladim. Doimiy nazoratda turasiz, o'zimiz borib nazorat qilamiz deyishdi. Namangan viloyatida bu kabi murakkab jarrohlik amaliyotlari 2016-yildan beri izchil davom etmoqda. Har yili o'nlab bemorlar xorijlik va mahalliy mutaxassislar hamkorligida sog'ligiga qayta erishmoqda. Hozirda Italiyadan, Polshadan, Rossiyadan, Xitoydan, Koreyadan va boshqa ko'plab davlatlardan mutaxassislar tashrif buyurishdi. Hozirda amaliyotlar o'tkazilmoqda hamda bizning markazimiz Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya ortopediya markazidan barcha professor ustozlar kelishgan. Ular bilan birgalikda hamma shu jarrohlik amaliyotlarini hozirda o'tkazilmoqda. Bugungi amaliyot doirasida 100 ga yaqin bemorlar jarrohlik amaliyoti o'tkazishlari rejalashtirilgan. Ular orasida yillar davomida og'riq va suyak muammolaridan aziyat chekkan bemorlar ham bor. Biz bu yerda 100 ga yaqin operatsiya o'tkazishni reja qilganmiz. Hozircha 30 ga yaqinini o'tkazdik. Bu yerdagi mutaxassislar bilan hamkorlikda amalga oshirilgan bu loyiha bemorlarga yana hayotga bo'lgan umidini qaytaradi. Men esa shunday xayrli ishda ishtirok etganimdan, insonlarga nur va shodlik ulashganimdan cheksiz xursandman. Husniddin Hamidov, Rustamjon Soqjonov, Ovoz informatsion dasturi uchun Namangan.